Men professor doktor Altuq Tunjel. Hozirda Anqaradagi Güven kasalxonasida urolog shifokor sifatida faoliyat yuritaman. Men 1996-yilda Anqaradagi Gazi universiteti tibbiyot fakultetini tamomlaganman. Shundan so'ng tibbiyotda mutaxassislik imtihonidan o'tib, shu universitetning urologiya klinikasida rezidentura mutaxassislik ta'limini boshladim. Taxminan 6 yil davomida urologiya bo'yicha mutaxassislik ta'limini oldim. 2002-yilda Sog'liqni saqlash vazirligining Anqara Numuniya ta'lim va tadqiqot shifoxonasining urologiya klinikasiga ishga tayinlandim. Keyinchalik 2006-yilda Turkiyadagi tibbiy ilmiy tashkilotlardan xorijiy ilmiy tadqiqot grantini yutib olib, 1,5 yil davomida Amerikada malaka oshirdim. U yerda urologik funksional tadqiqotlar, rekonstruktiv jarrohlik, laparoskopik jarrohlik va minimal invaziv jarrohlik yo'nalishlarida tajriba orttirdim. Shu davrda ilmiy loyihalarda qatnashib, ko'plab operatsiyalarda ham ishtirok etdim. 2007-yil oxirlarida Anqaraga qaytgach, Anqara Numuniya ta'lim va tadqiqot shifoxonasida urologiya sohasida laparoskopik operatsiyalarni boshlagan shifokorlardan biri bo'ldim. Shu yili menga dotsent ilmiy unvoni berildi. 2016-yilda esa professor ilmiy unvonini oldim. 2019-yilda Turkiyada sog'liqni saqlash tizimidagi o'zgarishlar sabab bir nechta shifoxonalar birlashtirilib, Anqara Bilkent shahar kasalxonasi tashkil etildi. Shu vaqtdan boshlab men shu kasalxonaning urologiya klinikasida faoliyat yurita boshladim. 2023-yilda esa Avstriyaning Vena tibbiyot universiteti urologiya klinikasiga mehmon professor sifatida taklif qilindim. U yerda taxminan 1,5 yil davomida ilmiy va amaliy faoliyat olib bordim. Hozirgi kunda esa faoliyatimni Anqaradagi Güven kasalxonasida urologiya shifokori sifatida davom ettiryapman. Chet elda davolanish bo'yicha foydali ma'lumotlarni o'tkazib yubormaslik uchun sahifamizga obuna bo'ling.